Assalomu alaykum. Ko'pchilik ahvolingiz yaxshimi? Biz o'tgan hafta deganimizdek bu haftamiz suhbatimizni davomlashtiramiz. Oldi bilan hammanglarningki kelish oldida turayotgan Qurbon hayitiga muborak bo'lsin. Qurbon hayitinglarningki xushal, xuram, ko'ngilli o'tishini umid qilaman. Allah hammamizni xotirjam, ko'ngilli kayt o'tkazishni nasib qilsin. Albatta, bu oy bu kunlarda bizning ko'ngilli o'tkazishimiz tez, lekin shundaqdimi ko'ngilli o'tkazishga tirishaylik. Bu haftadagi suhbatimizni asosli ikki temaga markazlashtirman. Albatta, qo'shimcha qiladigan boshqa mazmunlarmi bor. Lekin asosliq so'zlaydiganimiz biri İstanbul'da bu yıl 2. ayda shunday qo'yayman, bu yıl fevralda 2. ayda tutilgan Uyg'ur josuslarningki masalasi. Bular haqida 8 iyun, o'sha ayning 8 kuni Türkiye sudi tarafidan resmi ayıpname çıkarıldı. Yana biri Yevropadagi saylan, Yevropa İttifaqınınki saylam haqida to'xtalamiz. Oldi bilan Turkiyadagi Uyg'ur josuslar to'g'riliq to'xtalsak, shu yili 2. ayda Türkiye saqchilari tuyuqsiz 7 kishini tutgan edi. Bularningki ba'zilari haqiqatan hamda kishi hayron qolgudek kishilar edi. Ya'ni shu odammi josusmidi degudek darajada. Shuning uchun bular tutilganda boshda bizningki qarindoshlarimiz Uyg'ur jamoatchiligi xato tutilib qolganmidi yoki tuhmat qilinganmidi degandek qarashlarda bo'lgan. Ama şu ayının 8. günü Türkiye'ninki Yeni Sabah gazeti, hükümetke yakın bir gazet, bu 7 kişiden 4 kişi hakkında resmi eyipname turg'uzilganligini, sotninki resmi bularni eyipleganligini xabar qildi. Hamda bu kişilerden 4 kişiga qolgan 3 to'g'risida xabar bir narsa deyilmabdi. Bu 4 kişi, bu 7 o'ylandan 4 kişi to'g'risida 72 yılga kadar qamoq jazosi berishni talab qildi Türkiye'ninki taftish xodimlari. Nima sababdan desanglar, bularninki jinoyatlari ichiga kishilarninki uchurlarini qonunsiz to'plash, başkalarga qonunsiz ma'lumot berish, pul elish deganga o'xshash. Bu yerda men diqqatimni tortgan bir narsa, buning ichidagi biraylar ismini unutib qoldim. 2023 yili Hong Kongga berib, Hong Kongdan vatanga berib ekan, qog'liqqa. Ve u yerda Xitoyninki davlat bexatarlik tarmoqlari bilan ko'rishib, aloqalashib ketdi ekan. Ve uzundan buyon ularga Uyg'urlarninki uchurini yetkazib ketdi. Xabarda deyilishicha, biraylarninki telefondan 900 dan ko'p kishiniki Türkiye'deki Uyg'ur faoliyatchilar, siyosatchilar yoki jamoat arboblari bo'lib 900 dan kishiniki shaxsiy kimlik uchurlari chiqibdi. Bu hamda haqiqatan hayron qolarliq. Qaysi jihatdan hayron qolarliq desanglar, bu kishilarninki ko'pinchisi Uyg'urlar uzundan buyon jamoatlashib yashab kelgan, org'ilib kelgan kishilar. Hamda Xitoy bizning aramizga Xitoyni yoki Rusni jasus qilib solmaydi. Shuning uchun Xitoyning nuqtasini aytganda, istixborot nuqtasini aytganda hayron qolarliq emas. Albatta Türkiye'deki Uyg'urlarga
shundoq dindor yoki shundoq qiyofatdagi kishilarni josus qilib tanlaydi. Ama Avrupa'daki yoki Yaponiyadagi boshqa yerdagi Uyg'urlarga nisbatan albatta shu yerga xos shakldagi yashash shakliga ega kishilarni tanlaydi. Buna istihbarat nuqtai aytganda bu hayron qolarli emas. Ammo İstanbul'daki bular bilan muomala qilib yashab kelgan kishilarga nisbatan haqiqatan hayron qolarli. Endi bizningki oramizdagi bu xil josuslarninki bo'lishi, Xitoyga ishlaydiganlarning bo'lishi haqiqatan bizningki davoyimizni olg'a mang'uzmayotgan va bizningki tarixda ilib borgan nurg'unlagan kurashlarimizni mag'lubiyatga uchratgan asosli omillardan biri. Xoinlar, jasuslar bizningki ichimizda bo'lg'achqa bular nurg'un ishlarniki oldin pash bo'lib qilishini keltirib chiqargan. Shunga bularga nisbatan bizningki tunishimizning yuksak bo'lishi, bularni vaqtida bayqab, bularga qarata tadbir elishimizning yetarli bo'lmasligi bizni nurg'un jihatlarda chekindirgan, ig'ir ziyonlarni solgan. Endi bularniki albatta josusniki vijdoni bo'lmaydi, xoinning vijdoni bo'lmaydi. Vijdoni bor odam josuslik, xoinlik qilmaydi. Ammo shundoq bir vaziyatda 2017dan boshlab bizningki xalqimizga irqiy qirg'inchilik qilib berilayotgan shundoq bir vaziyatda bularningki yana Xitoyga ishlashi, Xitoydan her türlü iqtisodiy manfaat yoki oilasi, boshqalarning bexatarligi degandek manfaatlar bo'lishi mumkin. Shularni deb Xitoyga ishlashi bu haqiqatan ichinishli la'nat qilishga tegishli bir ish. Men shundoq bir vaziyatda bularningki Xitoyga ishlaganligidan haqiqatan ichindim, haqiqatan açıkım geldi, gazaplandım. Bundaq kishilar haqiqatan bizningki tariximizdagi qora dog' bugun bu davomlashyapti. Türkiye sotininki ayblashi hamda buning rasmiy josus ekanligini, bularningki ustida hech qanday bir to'g'ri tushunish yoki bularni aqlash ehtimolligining qolmaganligini ko'rsatib berdi. Bular tegishli jajjisini Yisun navoda shunga o'xshash jasuslarni bayqasak, buni o'zini turishliq davlatlardagi saqchi organlar va qonun organlariga topshirish eng oqilona ish. Aramızda birbirimizde Xitoyning jasusi, xoin deb asossiz holatda ayblaydigan ishlar bizningki muhojiratda intayin ig'ir. Bu bizning oramizdagi ishonchga daxl yetkazib keldi va yetkazyapti. Shunga shundoq paket bilan tutilgan va ayblangan kishilarni biz qilcha ikkilanmasdan ayblashimiz, ularni tegishlik jazoga tortilishi uchun, ularning tegishlik jazoga tortilishi uchun saqchi organlar bilan, hukumat organlari bilan moslashishimiz kerak. Ammo o'z ichimizga qarata keraksiz holatda yoki asossiz holatda bir-birimizni xoin, jasus deb chiqarishimiz bu bizning tinchligimizga, ittifoqligimizga ziyonli bir ahvol. Bu to'g'riliq shunchalik to'xtalayli. Agar bu ishlarda ilgarilash bo'lsa, davomli to'xtalamiz. Hamda yana bir tema, Yevropada o'tgan hafta cho'ng bir siyosiy yatavrash bo'ldi. Yevropa ittifoqining saylimi bo'ldi. Bu saylamda Yevropadagi o'ng qanotlar, radikal o'ng qanotlar 40% egildi. Saylamdagi o'tish jihatda, Yevropa parlamentidagi o'rinni egillash jihatda
Yevropadagi radikal o'ng qanot faşist millatchi partiyalar farq fursatni egalladi. Yevropada o'ng qanotninki bosh ko'tarishi bu yengillik emas. Yevropada bu xil ahvol uzundan buyon sodir bo'lib kelgan. Uzun yıllardan bu yan bu 10 yıllar suzuldu. Avrupa'da 10 baş götürdü, 10 sancahette iş vatıdı diyen gap burundan tatip battı. Ama bu kadınlık Avrupa parlament saylımı bunu roşan haletten közü aldığımızga ilip geldi. Bununki en bevosita neticesi Belgiyanın baş ministri yig'lab turib vazifasidan istifa berdi. Fransiyanın prezidenti Macron o'ng qanotlarninki besim bilan darhol parlamentni taqdim etdi va parlament saylimi o'tkazish qarori oldi. Buningdan boshqa davlatlarda ham buningki bevosita ta'sirlari ko'rilishi mumkin, ammo biz hozircha bu ikki davlatda cho'ng bir o'zgarish bo'lganligini ko'rdik. Undaqda nima uchun Belgiyaningki bosh vaziri vazifasidan istifa berdi, Fransiyaningki prezidenti parlamentni taqdim etdi. Gerçi bu Yevropa parlament saylimi bo'lsa-mu, ikki davlatning o'zidagi parlament saylimi bo'lmasa-mu, bu xalqning ra'yininki o'ng tarafga oqqanligidan darak beradi. Yevropadagi partiyalarninki, davlatlarninki siyosiy an'anasidan saylamda g'alaba qilolmagan partiyaninki rahbari vazifasidan istifa berdi. Nima uchun? Mas'uliyatchanligini ko'rsatish uchun. Mag'lub bo'lganlik uchun istifa berish orqali o'zininki mas'uliyatini ustiga olgan bo'ladi. Şuna Belgiyaningki baş ministri istifa berdi. Fransiyada bo'lsa prezident parlamentni taqdim etdi. Chunki Fransiya tuzum jihatdan Belgiyadan farqli. Fransiya yerim parlament, yerim raislik tuzumidagi bir davlat. Şuna parlament prezidentni xalq saylaydi, o'xshashlar hukumatni parlamentda ko'p sonliqni egallagan partiyaninki boshlig'i tashkillaydi. Endi bu qatimqi Yevropa parlament saylimida o'ng qanot ko'p sonliqni egallagan ekan, undaqda hozir hukumatni tashkil qilayotgan liberal sol tarafning xalqning nazaridagi vakillik nisbati tuallab ketdi degan gap. Shunga ko'p sonliq xalqqa vakillik qilinmagan ekan, u O'zbekiston istifa berishi uning o'rniga ko'p sonliqqa vakillik qiladigan o'ng qanot chiqishi. Texmi to'g'risi xalqninki ra'yini egilash uchun tizdan saylam o'tkazish kerak degan gap. Saylam orqali qaytadan xalqqa vakillik qiladigan partiya hukumatni tashkillasin demoqchi. Bu bir tarafdan Yevropaninki o'ngga qarab minishi ko'chmanlarga nisbatan bevosita salbiy ta'sir elib keladigan bir ahvol. Biz Uyg'urlarmi Yevropada ko'chman sifatida turayotgan bo'lg'achqa, buningki biz Uyg'urlarga elib keladigan ta'sirini tuan mo'ljarlashga bo'lmaydi. Navoda Yevropa davlatlari buningdan keyin o'ng qanot partiyalarninki hokimiyatni ko'plab egillashi bilan ko'chmanga qarshi siyosatlarni chiqarsa, buning ta'siriga biz uchraymiz. Shunga bu masala meningki diqqatimni tortdi. Endi yana bir diqqatimni tortqani bo'lsa, Yevropadagi siyosiy yo'llarninki xalqning tanlashiga nisbatan nihoyatda hurmat qilishi va sezgurligi. Bu xildagi parlament saylamlari Yevropadan boshqa davlatlarda bo'lsa, odatda siyosiy partiyaning boshliqlari darhol istifa bermaydi, parlament qaytadan saylam o'tkazmaydi. Bir bahonalarni ko'rsatib o'tib ketadi. Masalan, bir qancha oy burun Turkiyada yerlik saylam bo'ldi. Yerlik saylamda o'qituvchi partiyalar mutlaq ko'p sonliqni egallab Turkiyaning birinchi partiyasi bo'ldi. Ammo hokimiyat beshdagi
partiya ve onunki rehberleri Erdoğan ve başkalar degan yerlik saylam deb turib yanılan o'zininki davlatni idora qilish jihatdagi qonuniyligiga hech bir daxli yetganligini e'tirof qilmadi. Aslida Macron bo'lsin yoki Belgiyaning bosh ministri bo'lsin, bu degan Yevropa parlamenti saylami, bu davlatniki ichki saylami emas. Shunga bu elroyni aksatmaydi deb turib qilmay tura oladi, ammo ulardagi siyosiy an'ana buni taqozo qilgan bo'lg'achqa ular darhol saylovchilarniki qaroriga inkas qaytirdi. Bu menimcha bizningki Yevropa siyosatidan o'rganishga tegishli bir nuqtamiz. Ya'ni hali qo'llamasa zo'm-zo'r tashkilotlarning beshida yoki organlarning beshida, jamoatlarning beshida tura olmaslik kerak. Agar xalqningki ra'yi o'zgarsa, ma'lum shaklda, u chog'da darhol yangidan saylov o'tkazish, yangidan el ra'yini aniqlash va shu orqali xalqqa vakillik qila oladigan kishilarningki o'tirg'i chiqishiga kafolatlik qilish kerak. Bu albatta gap bilan bo'lmaydi. Bu bir sistem bilan bo'ladigan narsa. Yevropada shunday sistem bor. Biz tashkilotlarimizda texnik bunday bir sistemini barpo qilolmadik, ammo qilishimiz kerak. Shunday bo'lganda vakillik qilish kuchimiz bo'ldi. Bo'lmasa vakillik qilish iddaosi hisob bo'lmaydi. Endi yana bir o'tgan haftada men qatnashgan bir faoliyat to'g'risida yana bir temamiz. O'tgan hafta men Istanbulda Sharq Turkiston Yangi Nesil harakatininki tashkillagan faoliyatiga qatnashdim. Yoshlar uchrashuviga qatnashdim. Bu uchrashuvda Istanbuldagi farqli sohada xizmat qilayotgan bir qancha yosh qatnashib, bu yerda bizningki Istanbuldagi yoshlar bilan birga navbatdagi xalqaro vaziyat haqida, ondan keyin bizningki millatimizning, vatanimizning kelgusi haqida, yoshlarningki o'qish bitmagandan keyingi ahvollari haqida fikr almashtirdik. Bu naydı yaxshi bir faoliyat bo'ldi. Men buni alayda tilga olishimdagi sabab bu yerdan o'xshamagan fikrdagi, o'xshamagan tashkilotlardagi yoki mustaqil faoliyat qilayotgan yoshlar chaqirilganligi va erkin ozoda o'zimizningki qarashlarini o'tirib qo'yganligimiz. Men bu faoliyatga qatnashgandan keyin bu yerdagi ta'sirotimni Facebookda yozib o'tirib qo'ydim ham bahrladim. Shu yerda deganimdek farqlarimiz bizning boyligimiz. Biz oramizdagi farqlarni o'zaro so'qashtirish uchun emas, o'zaro urushtirish uchun emas, balki o'zaro to'liqlash uchun, bir-birimizni yetaklash uchun qo'llansak, texmo kuchlanamiz. Agar farqlarimizni biz bir-birimizni qamchilash uchun, bir-birimizni yaklash uchun ishlasak, u vaqtda biz ojizlaymiz. Chunki bir millatning ichidagi hamma kishini o'zimizdek o'xshash qilolmaymiz. O'xshash bo'lishni talab qilishmi tabiatning qonuniyatiga xilof. Ham ishlarning taraqqiyotiga foydasiz. Chunki bir xil usul oqmaganda yana bir xil usulni qo'llanishga to'g'ri keladi. Shunga millat bo'yicha bir kechiga kirib-olishninki yoki bir qarashni yoqalashning hojati yo'q. Bo'libmi yoshlarga nisbatan texmi shundoq. Yoshlar yengillik intilishchan bo'lish kerak.
yoshlar yeni usullarni sinab beqish kerak. Albatta, an'ana va tarix bir boylik. Undan foydalanish kerak. Ammo tarixiy bilimlar hal qilinmagan masalalar to'lib to'shiqliq jamiyatda. Undaq ekan yana tarixiy bilimlarga, tarixiy usullarga birma-bir esilishning hojati yo'q. Yangilik yaratish kerak. Yangilik yaratish uchun yangi fikrlarga ochiq bo'lish kerak, o'xshamagan qarashlarga ochiq bo'lish kerak. Axloq doirasida bir-birimizga haqorat qilmagan, bir-birimizni ranjitmagan ahvolda o'zimizning ko'z qarashlarini o'ttirib qo'ya oladigan va o'rtaq masalalarda birlik qilib harakat qila oladigan, o'xshamagan masalada fikrimizni saqlab qila oladigan, ammo fikr qilish huquqimizni qo'g'daydigan shundoq bir to'nishga ega bo'lishimiz va shundoq bir muhitni yaratishimiz kerak. Bu jihatda menimcha bu faoliyat nihoyat yaxshi bir faoliyat bo'ldi. Buni texmo kengaysak, texmo umumlashtirsak, bo'lsam Turkiya ichidan olqitib xalqaroga boshqa davlatlardagi Uyg'ur yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvlarga taraqqiy qildirsak degan umiddaman. Shundoq bo'lganda bizningki o'zaro tunishimiz va o'zaro harakat qilishimiz oxirida vatanimizningki mustaqilligi, xalqimizning hurligi uchun qo'l tutishib birlikda kurash qilishimiz amalga oshadi. Yana bir faoliyat bu hafta men qatnashgan İstanbul'da Ahmetcan Osman Uyg'ur shoiri Ahmetcan Osman'ның tug'ilgan kuni va ijodiyatini xotirlash faoliyati bo'ldi. Bu faoliyatmi yaxshi o'tkazildi. Bu faoliyatni Dünya Uyg'ur Yozuvchilar uyushmasi o'tkazgan İstanbul'da Türkiye Yazuvchilar Birligining İstanbul sho'basida o'tkazildi. Bu faoliyat haqidagi ta'siratimni nimada Facebook'ta yozib o'rtoqlashdim. Bu faoliyatniki bana nisbeten bir ahamiyati şu anda. Ben Ahmetcan Osman'nınki siyasi qarashlarga bek qo'shilmayman. Bo'libmi onunki sürgün hükümetinin prezidenti vaqtida İlham To'xta haqida degan logikalik menche logikasiz ama o'zininki bo'yicha logikalik yakunlari meni rahatsız qilgan. Ben onunla qo'shilmayman. Ondan başqamı so'zlariga qo'shilmagandim shu vaqtda. Ammo Ahmetcan Osman'nınki men yoqtiradigan tarbi, yani şiiriyatdagi talantidan sırt men yoqtiradigan tarbi Ahmetcan Osman sürgünde hükümetni kuchlantirish, birlik keltirish uchun tirishchanlik ko'rsatgan ve tirishchanligi amalga oshmagandan voz kechgan, istifa berib bu ishdan qo'l uzgan bir shaxs. Menimcha bu bir samimiylikning alomati. Albatta siyosiy qarshimiz farqli bo'lishi, farqli yo'l tutishimiz mumkin, ammo samimiylar bo'lsak biz ishlarni yaxshi tarafga qarab o'ngshashga tirishimiz faqat bo'lmaganda voz kechimiz. Shuning uchun men Ahmetcan Osman'nınki bu faoliyatiga qatnashdim. Deganimdek Ahmetcan Osman'nınki siyosiy ko'z qarashlarga hammasiga emas, ba'zisiga qo'shilmasammi, ammo uningki she'riy muvaffaqiyatini e'tirof qilaman. Siyosiy faoliyatlardagi samimiyligini ko'rganligim uchun va tirishchanligiga yuqori baho berganligim uchun uni naq maydonda tabrikladim. Bu yerda men yana bir masalani o'ttirg'a qo'yib o'tay. Bizningki shu chet elda shundoq bir ish bor ekan. Birovninki siyosiy qarashiga yoki maydoniga qo'shilmasa, uni bilan aloqani uzib o'tadigan yoki uni bilan bo'lgan har qanday muomalani qilmaydigan.
Menimce bu to'g'ri emas. Biz o'zimizning maydonni saqlagan asosda boshqalar bilan muomala qila olamiz va qila olishimiz kerak. Chunki bu chet eldan 2-4 tal Uyg'ur tursa, bu yerda biri surgun hukumat, biri qurultay, yana biri ma'rif deb turib, shuning bilan o'zimizning qarashiga uyg'un kelmagan kishilar bilan bo'lgan aloqani uzib etsak, ular bilan badi keldimi qilamasak, o chog'da bu bizningki siyosiy jihatdan xomligimizning bir alomati bo'lib qoldi. Shunga mening nazarimda biz surgun hukumatliklar bilan ko'rishganda surgun hukumatchi bo'lib qolmaymiz. Qurultaydagilar bilan ko'rishganda yoki ularning faoliyatiga qatnashganda qurultaychi bo'lib qolmaymiz. O'xshashla ma'rifdagilar yoki tashkilotlar birligi deb atab turaylik. Shularning degani bo'yicha tashkilotlar birligidagilar bilan ko'rishganda biz tashkilotchi bo'lib qolmaymiz. Biz o'zimizning qarashini saqlab turibmi, o'zimizning maydonni saqlab turibmi, biz her sohadagi Uyg'urlar bilan aralasha olamiz, badikalda qila olamiz va shunday qilishimiz kerak. Bo'lmasa ma'lum bir kishidan qaqshab tashkilotni tashlab etsak, ma'lum bir tashkilotdan qaqshab butun davoni tashlab etsak, u chog'da bizningki ish qiladigan odamimiz qolmaydi. Tava bo'lgan tashkilotimiz qolmaydi. O'zimiz tashkilot qurgandami yana o'xshash oqibatga duch kelamiz. Chunki boshqalarmi bizni yoqtirmasa tashkilot tashlab chiqib ketadi. Shunga meningki Ahmadjon Usmonning faoliyatiga qatnashishimdagi yana bir sabab shu. Yana men shunday qaraganligim uchun bundan keyin bu chet eldagi muhojiratdagi Uyg'urlarningki vatan davosida samimiy bo'lgan ben samimiy deb qaragan Uyg'urlarningki manfaat uchun foydali bo'lgan har qanday faoliyatda odam ayirmasdan, tashkilot ayirmasdan qatnashiman, qo'llayman. Ammo o'zimningki siyosiy maydoni tavalligini yushumayman, aniq davriman. O'z maydonimni saqlagan asosda boshqalar bilan muomala qilishni masala deb qaramayman. Menimcha boshqa Uyg'urlarmi shunday qilishimiz kerak. Bu hafta shunchalik mazmun bor. Haras. Bu yerda yana bir xabar bor. Bu hafta Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi kelishimining 27 yildan keyin imzolanishi diqqat qo'zg'amoqda. Aralashtiryaptim. Bu hafta yana shu Qashqar, Farg'ona temir yo'li qurilishi haqida Xitoy bilan bo'lgan Qirg'iziston va O'zbekistonning kelishimi imzolanibdi. Aslida bu to'g'riliq to'xtalaymi, to'xtalmaymi deb ikkilanib qolgandim. Vaqt bek uzrab ketmabdi. Shunga mush to'g'riliq azroq to'xtalay. 27 yildan keyin bu kelishim imzolanibdi. Endi Xitoyninki yaqinqi yillardan buyon O'rta Osiyoga silayotgan mablag'i va O'rta Osiyodagi siyosiy ta'siri kundan kunga eshiyotidu. Bo'libmi shu Rossiya Ukraina urushiga patgandan keyin Xitoy bu fursatni ching tutib O'rta Osiyoni texmo bek changiliga ilishga tirishyapti. Biz Uyg'ur tadqiqot markazida bir necha ay burun bu to'g'risida bir doklad tayyorladik. Xitoyning O'rta Osiyoga singib kirishi deb. Bu dokladdan Xitoyninki O'rta Osiyoga singib kirish yo'llari, uningki mavjud ta'siri va Uyg'urlarga elib keladigan oqibatlari nihoyatda tafsiliy yozilgan. Shunga bu jihatda atrofliq ma'lumotga erishishni xohlaydiganlar Uyg'ur tadqiqot markazininki to'r sahifasiga qarasanglar, shu yerda bizningki dokladninki inglizchasi, turkchasi
ve başka tildekilere baş. Şu yerden tepip okuyalayısılar. Bu bir yenilik emas. Xitoyninki O'rta Osiyoga singib kirishida nurg'unlagan türler, nurg'unlagan usullar bor. Bu Qashqardan başlangan bu temir yolunki kilişin imzalanışımı Qashqar Farg'ona. Bu temir yolmu yenilik emas. Ya'ni mush xildagi faoliyatlarningki bir qismi Xitoy-O'zbekiston munosabati, Xitoy umuman qilib aytganda Xitoy O'rta Osiyo munosabati bag'ansiri taraqqiy qilib, Xitoyning O'rta Osiyodagi mavjudligi eshiyotidu. Bu albatta rayondagi Uyg'urlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'rta Osiyodagi bo'lib O'zbekiston, Qirg'izistondagi Uyg'urlarningki faoliyat bo'shligiga, erkinligiga, bo'lib siyosiy faoliyatlar bilan shug'ullanishiga cheklama shakllantirishi mumkin. Unda bo'lsa bugungi suhbatimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Kelajaqda Uyg'urlarga munosabatlik temalarda davomli suhbatlashamiz. Allohga emanet, hayitlaringiz muborak bo'lsin. Oldin hammalarning hayiti ko'ngilli o'tgay.